Fazo va vaqt borliqning asosiy yashash shakllari. Keling, ularning mohiyatini va olamdagi o'rnini anglab yetaylik. Fazo narsalarning ko'lamini va hajmini ifodalasa, vaqt hodisalarning ketma-ketligi hamda jarayonlarning davomiyligini ko'rsatadi. Fazo va vaqtni tushunishda ikki xil yondashuv mavjud. Substansial konsepsiya fazoni bosh idish deb bilsa, relatsion qarash uni narsalar bilan bog'liq deb hisoblaydi. Albert Einstein aytganidek, agar kazarmadan soldatlar chiqib ketsa, relatsion qarashda kazarma ham yo'qoladi. Fazo narsasiz mavjud emas. Fazo va vaqt miqdoriy metrik va sifatiy topologik xususiyatlarga ega bo'lib, ular borliqning tub sifatiy o'zgarishlarni belgilaydi. Masalan, bir bog'langan sistemaning ko'p bog'langan sistemaga o'tishi fazo topologiyasini tubdan o'zgartiradi. Ya'ni fazoning ikki nuqtasini tutashtiruvchi turlicha yo'llar paydo bo'ladi. Bunday fazoda katta idishning ichiga kichik idishni sig'dirish mumkin bo'ladi. Fazo va vaqtni anglash, olam sirlarini va ozligimizni ochish demakdir. Bilim olishdan to'xtamang.